Hammaga salom, Mansur Fit kanaliga xush kelibsiz. Bundan tashqari ozish va tez mishishni naborda olishni xohlasangiz, videoni tagida silka qoldiraman. O'tib bemalol ko'rishingiz mumkin. Восстановление uchun qator narsalar mavjud. Sizning o'sish jarayoningizni tezlashtirish uchun ularning 3dan birini trenirovkadan keyin tez bajarishingiz lozim. Birinchidan, eng zo'ri bu qon hujayralariga ozuqa moddalarining teng kompensatsiyasi. Haqiqat shuki, jismoniy faoliyat davomida imkon qadar tezroq to'ldirishi kerak bo'lgan turli xil makro va mikro elementlar iste'mol qilinadi. Glikogenning energiya komponenti, ijodiy ham yangi tuzilmalari qurish uchun aminokislotalar olingan va mushaklarning kontraktil qobiliyati uchun mas'ul bo'lgan kalsiy va magniy kabi turli minerallar, ammo kalsiy, magniy kabi minerallarni kutish mumkin bo'lsa, u holda kreatin aminokislotalar, masalan, bu qurilish materiali qon hujayralariga erkin aminokislotalarning ma'lum bir zaxirasi mavjud bo'lib, jismoniy mashqlar paytida taxminan 100 grammga baholanadi va ulardan keyin qon va hujayralardagi erkin aminokislotalar organizmlar tomonidan iste'mol qilinadi. Natijada aminokislotalar kamroq bo'ladi. Nima uchun mashg'ulotdan keyin juda tez so'rilgan zardob oqsili yoki murakkab aminokislotalarni ichish odatiy holdir. Aytgancha, yuqorida aytganimdek, har bir mushak hujayrasida erkin aminokislotalar ham mavjud. Agar ular ma'lum darajada yetishmasa, ularni kreditga olish mumkin. Misol uchun, agar siz charchagan bo'lsangiz, aynan qaysi organizmlar ayni paytda kislotaga muhtoj bo'lsa, ularni shartli ravishda mushak hujayralarining turli xil ozuqa moddalarining to'planishi, energiya aminokislotalar boshqa mushaklarning uzatilishidan qo'rqmaydi. Bu jarayon juda tabiiy. Asosiy aminokislotalarning umumiy ta'minotini tiklash shunda mushakning barcha hujayralari to'ldiriladi va bu jarayon mashg'ulotdan so'ng darhol boshlanadi. Xuddi shu narsa ijodiy glikogen zarrachasiga ham tegishli. Aytmoqchi, so'nggi ilmiy ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, kreatin ketuvchi mashg'ulotdan so'ng qabul qilinganda maksimal ta'sir ko'rinib turibdiki, bu mashg'ulotda ozuqa moddalarining keskin kamayishidan so'ng organizm energiya oynasi deb atalishidan darhol o'z assimilyatsiyasini kuchaytiradi. Kimdir uni protein, kimdir glukod deb ataydi. Aslida tana mashg'ulotidan so'ng faolroq o'zlashtiriladi. Barcha ozuq moddalari bundan tashqari mashg'ulotdan so'ng qonda kortizolni yo'q qiluvchi gormonning juda yuqori darajasi mavjud. Va umuman olganda, biz katabolizm holatidamiz. Bir xil protein geynerlari yoki aminokislotalarni qabul qilish sabab bo'ladi. Bizni katabolizm jarayonlariga o'tkazadigan yangi anabolizm jarayoni, ya'ni o'sishga va ozuqa moddalarining tez so'rilishini hisobga olingan holda eng kuchli siyosiy gormon insulinning chiqarilishi, mashqdan keyin ovqatni osongina iste'mol qilish juda yaxshi fikr. Bu murakkab aminokislotalar yoki protein geyner bo'lishi mumkin. Banan va kreatin bilan protein mashqdan so'ng keyingi narsa issiq dush yoki hammom qabul qilishdir. Yuqori haroratda tanadagi bir vaqtning o'zida ikki yo'nalishda ta'sir qiladi. O'sish gormoni uchun mas'ul bo'lgan gormonning tanlovi oshiradi. Mushak to'qimalarining o'sishiga yog' erishi va sintezini oshiradi. Yurak qon tomiri tizimining immunitetini mustahkamlovchi va mushak to'qimalarining o'sishini oshiradigan issiqlik zarbasi oqsillari. O'sish gormoni yog' to'qimalariga halokatli ta'sir ko'rsatadigan va o'sishni rag'batlantiradigan o'z turida noyobdir. Siz buni qilishingiz mumkin. Tashqi harorat keskin o'zgarganda, ichki muhitning barqarorligini ta'minlash vositalaridan biri bo'lgan adaptiv stress gormoni tufayli tana ichki barqarorligini saqlab qolish uchun birdaniga ko'p energiya talab qiladi. Tana ta'sirida nima sodir bo'layotganini tushunmaydi, chunki siz uzoq vaqt davomida bunday harorat rejimida bo'lgandirsiz va tananing birinchi reaksiyasi arzon va kuchli energiya manbasini, hujayradagi ta'sirini tayyorlashdir. Buning uchun uni bir necha marta qonga so'ngra faqat o'sish gormonini mitoxondriyaga yuborishingiz kerak va qonni yog' kislotalari bilan tozalashni ta'minlaydi. Shuning uchun haroratni har qanday keskin o'zgarishi o'sish gormonini chiqarilishi bilan birga keladi. Yog' qatlamini kamaytirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va mushak massasini olishda bir xil ta'sirga erishish mumkin va issiq dushda kontrastli dushdan foydalanganda bu issiq suv ta'sirida bunga qo'shimcha ravishda eng oddiy xavfsiz variant hujayralar issiqlik zarbasi oqsillarini hosil qiladi. Bu oqsillar tanadagi barcha boshqa oqsillarni, shu jumladan mushakning issiq zarbasi oqsillari yaxshiroq tuzishga yordam beradi. 70% bu tananing eski qarzlarini yangilari bilan almashtirish va ularni to'g'ri yo'lga qo'yish uchun tasdiqlanadi. Boshqacha qilib aytganda, sifatini oshiradi. Mushak massasini oshishi va bu issiqlik zarbasi bilan parallel ravishda tananing jismoniy faoliyatiga moslashishini oshirish, shuningdek immunitetga foydali ta'sir ko'rsatadi va qon tomirlari yurak mushaklarini mustahkamlaydi.
Tadqiqotlarga havola: keyingi nuqta bu uyqu paytida sifatli tiklanishni tayyorlash quyidagi omillar sifatini tiklashga to'sqinlik qilishi mumkin. Uyqu paytida uxlab qolganda kramplar, notinch sayoz uyqu tiklanishi tezligini sekinlashtirish, uyquga ketish bilan bog'liq muammolar, jismoniy faoliyatidan keyin asab tizimini haddan tashqari qo'zg'alishi yoki beqaror yumshoq asab tizimi bilan stressni kuchayishi. Buning natijasida uyqu sifati pasayadi. Eng oddiy qo'shimchalardan biri magniy bo'lib, uni xususiyatlariga ko'ra magniy bo'shashiga ta'sir qiladi. Asab tizimini bundan tashqari bu mineral bilan birga uxlab qolganingizda oldini oladi va siz mashg'ulotdan so'ng darhol magniy qo'shimchasini qabul qilishingiz mumkin va uxlashdan 2-3 soat oldin magniy allaqachon ishlay boshlaydi. Mutlaqo zararsiz bo'lgan mukammal darajada tinchlantiradi. Bu valerian ekstrakti bo'lib, shunga o'xshash bir vaqtning o'zida bir nechta o'tlar bilan birlashtirilgan qo'shimchalar mavjud va u yonga keyingi qo'shilish gamma amino. Bu